Haqiqiy o'riqlab g'albiqqa odam bilan qayta o'riqlab qayta fantan bo'lib faqat oxirini chiqaramayotgan odamning o'tirsida bir farq bor. Ya'ni shu o'riqlashning qonuniyatini tushunmaslik, badandagi maylarni qanday ko'ydirib sirtga ochib o'tishni bilmaslik. Ma filmda javobini deb bermay bir savrchanlik bilan anglab chiqing. Siz bu davlini tushunmaguncha qat'iy o'riqlab g'albi qila olmaysiz. Eng avval biz o'riqlashdan burun o'zimizning nima samirib ketganligini bilib qo'yaylik. Bu badandagi johil maylar nereden keldi zodi? Biz muşu bedenge saklangan, semizlikni asılgan şu maylani bir adamniki banka kartası saklap koygan puluğa okşatsak buludu. Bir adam nemişqa pul yığıp saklaydı dostlar. Çünkü bir adamda pulu qancha jiq olsa, onun turmushdagi xotirjamlik tuyg'usi shuncha ko'p buludu. Shundaqmi? Çünkü biz puldan ayrılamaymiz. Doktorxonaga ko'rinish, tamoq yeyish, kiyim kiyish, bola beqish, uyg'unish qilish har qanday ishga pul ketadi. Ve bir adam qancha pulni jiq qo'ygan sir xotirjam yashaydi. Badanmi shunga o'xshash. Biray kunlarning birida ocharchilik davrlari bo'lib qolsa, yeydigan narsa tepilmay qolsa, shu badanni yig'ib olgan shu ortiq maylarni bir ko'ydirib, jinni jon yetay deb samirishdan qo'ydi bo'ldi badan degan. Endi siz nima qilmoqchi degan vaqtda, mush badandagi shu ortiq maylarni ko'ydirib ozlatmoqchi shundaqmi? Bu degan gap bir odam shu bankasida yig'ib qo'ygan pul bak jiq ko'rinib ketib o'ziga shu pulni ozaytmoqchi deganga o'xshaydi modeliga. Maqsad pulni ozaytish. Yani bedendeki mayni azaytish degan gap pulni azaytish bu bir xil davliga tushmaydigandek bir gap. Bir adam nemishqa o'zining puli ozlab ketsa deb o'ylaydi. Demak, badanmi sizning o'riqlab ketishingizni xolamaydi amaliyotda. Unda qo'z qanday qilamiz? Banka kartamizni yig'ib qo'ygan shu pulni qanday ozlaydi. Birinchi, bizning kirimimiz ozroq bo'lishi kerak. Onunsa bankadagi pul jiqlab yurdi. Ikkinchisi, bizning kundalik xarajatimiz jiqroq bo'lishi kerak. Pul xashlaydigan yer jiqroq bo'lishi kerak. Gepim tushunish bo'ldimi? Siz pulni azroq tepib, jiqroq xashlasangiz, bankada yig'ib qo'ygan pulni ochiq xashlaysiz, u asosdan ozlab qoldi. Badanmi shu? Masalan, yeyotgan narsangizni azaytib, kundalik harakatlaringizni jiqaytib bering, ya'ni badandagi maylarni harakatga tayinib ko'ydirib bering. Mushunda o'li shu. Unda qo'y siz deysiz ma'lum, men shu tamqimni burunqidan azaytib, harakatlarni jiq qilib berdim, ig'irligim tez tushdi, ammo yana qaytib fantan bo'lib ketdim. Nima mag'lub bo'libman deb. Siz hozir pulingizni ozlatmoqchi shundaqmi? Ama bıraklam yok etmekçi emas. Mesela siz bankadaki pulni bırak yok deb, kirimingizni to'xtatib qo'ydingiz, xizmat qildingiz, pul topmayapsiz. Anda pul qashlaydigan yerdan jiqaytyapsiz, cho'ng-cho'ng yerlar qashlayapsiz, bankadaki pul bırakib tugadi. Bu chaq siz kunlik tamoqni nima pulga yeysiz? Doktorxonaga kiradigan shu qolsa qanday pul qashlaysiz? Bolaringizga nima qashlaysiz? Kiyim-kechakni pul setib olasiz. Bir odamning kunlik cho'qim xarajati bo'lar, buning pul qolmaydi. Siz cho'chish bo'ladimi, bo'lmamdi? Siz yana qaytadan pulni jiq tepib, yana pul yig'ib olsam bo'lib ketganda pul qashlaydigan holatda pul yig'adigan holat qayta o'tib ketasiz. Badanmi o'riqlayotgan holatdan qaytadan samiradigan holatga o'tib ketasiz. Shunlashqa banka kartadagi pulni ozaytin degan gap biroq yo'qdaydi degan gap emas. Sizning kirimingiz bo'lishi kerak. Burunqidek jiq pul topmasangizmi, yeb ichadiganga, kiyim kiydiganga, bola boqadiganga cho'qim bir kirim bo'lishi kerak odamda. Ondan chiqimingizni biroqlam unda jiqaytib etmang. Pul xashlang, ammo laqanda pul paraxut setib olma, aeroplan setib olma degandek bo'lmag'ir xayollarni qilsangiz bo'lmaydi degan gap. Kirim burunqidan sal ozlasin, chiqim burunqidan sal jiqlasin. Banka kartadagi pul asta-asta azaysin. Shu chog'da siz xotirjam xashlay olasiz buni degan gap. Badanmi shunga o'xshash. Biroqlam tomoqdan farz yeyishni yemasangiz, harakatlaringiz texnik ig'ir bo'lsa, badan ansirmaydi. Uning ustiga bizning badanimizdagi muskullarmi bakchiq energiya sarf qiladi. O oshtajiq energiyani sarf qilib ketib bordi, ammo siz badanga yetarli energiyani bermayapsiz. Ey to'xtajima, buni energiyasi biroq tugab ketsin deb badan shu muskullaringizni kesib yutadi. Bu chaq muskul chiqib ketgandan keyin terilar sanglab ketadi. Ey mushdan chechiniki bir o'sib ketilishimi bakchiq oziqlik ketib bordi, mush oziqlikni isrof qilmayli, chechini tushirib o'tmamdoq deb chechini tushirgan ketadi. Ey mush ayol kishiniki odat kelyapti, mush odat mezgilda jiq energiyani sarf qilib ketadi. Odatni to'xtatib o'tmamdoq deb odat to'xtab ketadi. Şunsida har xil ahvollar yuz berdi. Buning hammasi siz tez suratda bitirib etaychi deganingizda ham yuz berdi. O'riqlang, ammo shu vaqt tamoqdan biroq farz o'tmay, tabiiy narsalarni yeb, asta-asta o'riqlang. Bir haftada tushgan ig'irlik sizningki hozirgi ig'irligingizning 1%dan ishib ketmasa, masalan 100 kilolik odam haftasiga 1 kilodan ishib ketmay o'riqlab mangsa, buni biz sog'lom o'riqli deymiz. Eng oddiy usulimiz sog'lom o'riqlashnikida, eng oddiysi endi. Boshqa narsalarga diqqat qilsangiz texnik yaxshi. Gepim tushunish bo'ldimi? O'zimizni paylamay qolmaylik. Menga ergishib olishni unutib qolmang. Rahat o'riqlaylik.